Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, mijozlar. Mana navbatdagi obyektimiz eshik romlarini ham o'rnatib berdik. Ushbu obyektimizga 3 ta rom, 2 ta eshik, 3 ta furchka o'rnatib berganmiz. Eshik romlarimiz materiali zolotoy dub rangida bo'lgan, oynalari yodoviy qavatdan. Barcha furchkalarga qaytish mexanizmini o'rnatib berganmiz. Eshiklarga qayta fasonli zamorchkalar o'rnatib berdik. Ochilib yopilishlar ideal chiqdi. Romlarning ochilish qismiga har doimgidek okna prime ruchkalarni o'rnatib berdik. Barcha romlarga badakonlarni ham qo'yib berdik. İşimiz chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz.